Ey Xudoyim, axir bu qabrga kechigina mayit qo'ygan edik-ku. Kim buni qaytib ochdi? Mayit qani? Balki qorovuldan so'rarman. Qobil dedim. Nimalar bo'layotganidan xabaring bormi? Qobil chiqa qolsang-chi. Ey Teshavoy. Ertalabdan nega buncha baqirasan? Undan ko'ra borib qabr kavlasang bo'lmaydimi? Qo'yvorsang-chi ahmoq. Abdurahim akaning kecha vafot etgan qizi qabrdan yo'q. Uni kimdir o'g'irlab ketgan. Qaysi xudosizning ishi bu? Men uchastkavoyga xabar qilaman. Bu noinsoflarni topmaguncha qo'ymayman. Seni esing joyidami? Hech kimga aytma. Muammo ko'payadi. Qabrni esa avvalgidek ko'mib qo'yamiz, bo'ldi. Ha? Menga farqi yo'q. Men baribir aytaman. Alo. Va alaykum assalom. Kim bu? Begzod aka, men Teshavoyman. Qayerdasiz? Siz bilan gaplashib olmoqchiman. Ha, Teshavoy, kelaver. Men ishxonamdaman. Ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Teshavoy, o'zingni bosib ol, yur, ichkarida gaplashamiz. Qani Teshavoy endi, gapirchi. Nima bo'ldi? Nega bunchalik shokdasan? Begzod aka, bilasiz, kecha Abdurahim akaning qizi Ruxsorani qabrga qo'ygan edik. Bugun ertalabdan qabristonga borsam, Ruxsora ko'milgan qabr ochiq. Ichida esa jasad yo'q edi. Nima? Jonsiz tananing kimga keragi bor ekan? Uni kimdir aniq o'g'irlagan. Maraz. Biz uni baribir topamiz. Jinoyatchiga jazo muqarrardir. Teshavoy, sen menga qabrni ko'rsat. Men shu paytgacha qanchadan qancha jinoyatlarga guvoh bo'ldim. Lekin bu gap bu yoqdadir balki. Bu yerda etik izi bor. Taxminan 43-razmer. Men shubhalanadigan inson esa bitta. Sen uyingga boraver. Bu jinoyat bilan men o'zim shug'ullanaman. Men mahalla noziri Begzod akayman. Eshigini ocha qolsang-chi. Assalomu alaykum Begzod aka. Keling, nima xizmat? Tinchlikmi ish qilib? Tinchlik emas-da. Tinchlik emas. Maylimi ichkarida gaplashsak? Qobil, bo'lib o'tgan ishlardan xabaring bor. Sen kecha tunda shubhali biror narsa sezmadingmi? Men faqatgina tunda qabriston tomondan bo'rilar ovozini eshitdim. Balki bu ularning ishidir. Xo'p, shunday degin. Mayli. Qobil, ovqating yo'qmi? Och qolib ketdi-ku odam. Qobil. Sirlaring ochiladigan vaqt keldi. Endi bu yog'i meni ishim. Nima? Ruxsora! Begzod aka, bir kun kelib bu qilmishlarimni boshqalar ham bilib qolishini bilardim. Ammo hech ham nafsimga qarshi chiqa olmadim. Sen nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Sen ham insonmisan? Qo'lingni ko'tar, yaramas. Qonun oldida javob berasan. Men taslim bo'laman. Aybdorman, qonun oldida ham javob berishga tayyorman. Endi odil sud qaror chiqargunicha shu yerda o'tirasan. Ertaga odil sud bo'ladi. Men esa barcha ishlarimni aytaman. Barchasini. Balki o'shanda vijdonim oldida pok bo'larman. Biz sudni ochiq deb e'lon qilamiz. Bizda jinoyatchi Qobil Qodir o'g'li. Hozirda so'z sudya janoblarga. Avvalambor assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Bugungi sud majlisimizni ochiq deb e'lon qilaman. So'zni esa ayblanuvchiga bermoqchiman. Ayblanuvchi Qobil Qodir o'g'li.
Sizni bu jinoyatdan ko'zlagan maqsadingiz nima edi? Avvalambor menga so'z berganligingiz uchun rahmat. Bugun men barcha qilgan jinoyatlarim uchun badal to'lash vaqti keldi. Men Ruxsorani jasadini uyimga olib borar ekanman. U mening birinchi marta jasad o'g'irlashim emas edi. Iltimos aniqroq qilib tushuntirib bersangiz. Voqeani to'liq va tushunarli holda gapirib bering. Men bu qabristonda 5 yildan beri qorovullik qilaman. Bu ishimni men 5 yildan beri qilib kelaman. Shu paytgacha qabrga qandaydir qiz bola qo'yilsa, barchasi bilan tunimni birga o'tkazib, tong yorishmasdan qaytarib ko'mib qo'yar edim. Ularni qazib olib uyimga olib kelardim va vannada cho'miltirib, keyin ko'ngil xushlik qilardim. Nega unda Ruxsorani qaytarib olib borib ko'mmadingiz? Chunki o'sha tunda biroz ko'proq ichib mast bo'lib qolganim sababli nima qilganimni o'zim ham bilmay qolibman. Ruxsora bilan bo'lgan voqea haqida to'liq gapirib bersangiz. Ruxsorani qabrga qo'yib bo'lishgach, hamma uyiga tarqaldi. O'sha kuni kech tushgach, men Ruxsora yotgan qabrni kavlab, murdani uyimga olib ketdim. Uni odatdagidek vannaga soldim. Yaxshilab tozalab yuvintirgach, jonsiz tanaga hatto hayvon ham qilmaydigan ishni qildim. Va ichkilikning dastidan uxlab qolibman. Bir mahal qulog'imga ovoz eshitildi. Eshikni go'rkov teshavoy taqillatayotgan ekan. Men esa razil insonman. Chunki murdani harom qilganim yetmaganidek, uni vannada yashirdim. U sasimasligi uchun suvga solib qo'ydim. Siz qilgan ishingizga pushaymonmisiz? Odil suddan kechirishini so'raysizmi? Men barchasiga afsusdaman. Ammo meni kechirishlaringizni xohlamayman. Menga eng oliy jazoni berishingizni so'rayman. O'shanda vijdonim oldida yuzim yorug' bo'ladi. Yo'qsa men vijdon azobiga qanday chidayman? Ayblanuvchi Qobil Qodir o'g'li. Siz juda jirkanch jinoyatni sodir etgansiz. Mening qarorim esa quyidagicha. Qonun barcha narsadan ustundir. Shunga ko'ra Qobil Qodir o'g'lining qilgan jinoyatlariga ko'ra umrbod qamoq jazosiga hukm qilinsin. Abdurayim qizi Ruxsorani esa qaytadan barcha urf-odatlarga amal qilingan holda dafn qilinsin. Qaror barchaga ma'qul kelgan bo'lsa, sud yopiq deb e'lon qilaman. Meni insonlar kechirmasliklari aniq. Yaratgan meni o'zing kechir. Yo'qsa men halok bo'laman. Ruxsora, mana jasading ham topildi. Endi orom olib uxla. Bilasanmi Ruxsora? Men seni sevar edim. Lekin hech ham o'zingga ayta olmaganman. Oxirating obod bo'lsin.